Hi guys, распаковка chek. O'zbek magazindan shunaqa tovuq go'shtli sosiska oldik. Shu turishi $21 atrofida. Mandaringa skidga ketyapti ekan. Bir qop mandarin olsanglar, ikkinchisi tekinga. Ikkalasi shunda bizga $5 ga tushdi. Shunaqa koreyskiy shirin uzumchalar, buni ichida dona bo'lmaydi. Qolgan produktlar Costcodan pomidori cherry, uzumdan ozgina katta bo'ladi. Bir shoda banan $1.5 atrofida. Olmani har xili bor, nordon sho'r achchig'i, bizga shunisi yoqadi. O'rtacha shirinlikda olma olamiz har doim. Avokado oldim bir qop. Farzandlarimga berib ko'rmoqchiman. Shunaqa mini bodringchalar oldim. Amerikada jir yo'q, shuning uchun shu moyda eritib somsa patirlarga ishlataman. Bir fleka tuxum oldik. Buni ichida 18 dona bo'ladi. Bu non-organik, organik emas. Guava mevasidan shunaqa tabiiy sok oldik. Nordon ta'mi, lekin juda ham yaxshi. Tippa tabiiylik tarafdorimiz. Shunaqa murch bilan tuz oldik. Bu dengiz tuzi, juda ham foydali. Bular donasi $4 dan ikkalasi $8 bo'ldi. Mayonez juda ham turi ko'p Amerikada. Avokado yog'idan tayyorlangan mayonez bir, u juda ham foydali, bu ham yaxshi. Somsalarga ishlatam, pesochni bo'lib chiqadi. Bir qop kartoshka oldik, yellow potatoes. Fermada o'stirilgan. 2 qop piyoz oldik. Amerikan piyozlari juda ham shirin bo'ladi. Shunaqa mini raspakovkamiz ham tugadi. Sizlarga bo'lsa, bye.